Ketdik, birinchisidan boshlaymiz. Xo'sh, juda ko'pchilik kalla qo'yadigan misol. O'zi kalla qo'yadigan misol emasmi? Bu kalla qo'yishaveradi. Nimada? Tushmagan bu. Tushish ehtimolligi bor. Nima qila olamiz bu yerda biz? Nima deb o'ylaysizlar? Xavfsizlik ishlab chiqaramiz. Yig'inda o'tirganda uchalasini asosi bir xil, to'g'rimi? Kichkina darajada olib chiqamiz. Necha kichkinasi? 100 shuni olib chiqsak, nima qoladi bunda? Bir qoladi. Qolmadi, ko'ryapsizmi? Bir qoladi. Plyus bundacha. Bitta A ni birinchisi qoladi, to'g'rimi? Bundacha mana ikkinchisi qoladi, tamam? Qanaqa qoldiramiz? 102 dan 150 keldi. Kelishdimi? Pastdan nima olib chiqaman? 99 olib chiqaman. Nima qoldi bunda? 1 bundacha. A ni birinchisi bundacha. Ana, tamom. Ketdimi? Ketdimi bu ham? Bitta qoladi. Soddagina. Qaysi? Ha, tasavvur qiling, tepada 100 ta bor, pastda 99 ta bor. Bittasi qatib chiqdi. Shunda tepada nima bo'lib ketdi? Bittasi. Yoki darajani ayiramiz desak ham bunaqa. 100 dan 99 ayiring, necha bo'ladi? 1. Ana birinchisi. Endi ikkinchisi juda sodda misol edi. Bir kayfiyatlar ko'taraydi-da. Shuni ham kalla qo'yingiz degan. Rahmat. Vahot ekan. Bu yoq necha ekan? 8 dan. O'tkazib beramaydi, zanjirda. Zanjir degan. Kechiraman. Tegan. Mana 8 deyman. Shunda nima bo'ldi bizda? X plus 2 tasi 8 teng 8 da. Bu hisoblasa necha bo'ladi? Yashanglar. 8 dan ayiraman bir tasini to'g'ri. 31 tasim. Qani keldi 31. 4 kira 8 32, undan bir darcha 31. Okey. Ko'rgansan? Zo'r. Ketdik. Uchinchisi, funksiya qayerdan bo'ldi? Ha, xohlasang. Hozir senga bittada ishlashni o'rgataman men. Bittada topib olamiz hozir. Nima topishimiz kerak? Bu yerda logika tushunib olish kerak. Ya'ni o'quvchining IQ darajasi fikrlashi, mega fikrlash bo'lishi kerak. Sen qo'rqaman. Unaqa qilish shart emas. Birinchi ikkasini qo'shamiz. Sразу uchinchini ayirib olamiz. Tasavvur qilsam, birinchi ikkasini qo'shsam nima bo'ladi? A, ikkita B plus, to'g'rimi? Uchinchisini ayirib olsam A bilan C ketadimi? To'g'rimi? Tasavvur qilsam bo'ladi. Nima dedi? Bizdan. Shunda nima qilamiz bizda? Qo'shdim ayirdim. Ikkita B qoldi. Yo'q, shuni. Men bu qo'shaman, buni ayiraman. Qo'shsam 22, ayirsam 10. B necha ekan? Bo'ldi. Tugunni ochib oldik. B deyish bo'lsa A nima chiqadi? 4 chiqadi. A to'g'ri bo'lsa C nima chiqadi? 8 chiqadi. Uchalasi ko'paytirsak 160 ta. Mazam lekin. Nima degan eng kichik qiymati x taqsim y, z taqsim t ni minimal qiymat toping debdi. Uni topishni nima qilamiz? Sizlarga formulasini beraman. Mana, xafamasizlar? X = y = z = t bo'lsa, bu isbotlangan. Yana qayerda unaqa ustoz, nima ishlatamiz buni? Deb qo'yadi. Mana. Ikkita chetda a b bo'lsa, har bir x y z ta keladi. 4 ta. Eng kichik chegarada a bilan b bo'lsa, qarang. X ni y ga nisbatini z ni t ga nisbatiga qo'shganimda eng kichkina qiymat bo'ladi. Nima desa, bu eng kichkinasi a taqsim b, ya'ni 2 vazosida a taqsim b degan formula bor. Kelishdi? A quyi chegara, b yuqori chegara. Ular nisbati bizdan chiqarib 2 ga ko'paytiramiz. Koshi boboni taniysizmi? Koshi tengsizligini qanday kelmadingizmi? Taniysan-a? Takror o'shandan kelib chiqadi nisbatni. Katta bo'lsa nisbatni beraman. Bas. O'rnashni qo'yib beringlar hozircha. Nima ekan? 2 karra imzosida kimga nisbati? Bo'ldi. 7 taqsim 84. Qisqartirsak ham bo'ladi? 1 taqsim 12 mana. 2 karra bir tepasidan bir chiqadi, pastdan imzosida qolib ketadi. Mana javob. To'g'ri? Bu formulani yodda saqlayman. Necha yildan beri bitta bo'lsa har doim beradi. Kimgadir shu. Bilmayman kimga tushishini. Men shu kimga. Tushgan shu vaqtgacha. 5 degan qiyinroq. Ana shunaqa emas, 9 ga bo'lganda qoldi-da. 9 ga bo'l. Tushunib? Ularni osonroq oladi. Men 9 murakkab son bo'lgani uchun uni quyidagicha qilamiz. Qarang, sizlarga oddiy tushuntirib qo'yaman shu narsani. O'zi bitta dars bu. Uni tushuntirish bitta dars. Shu narsani o'rgansangiz, xudo xolasa, hal beraveraman, o'rganasizlar. Qaranglar. 30 ni 43-sini aytaman hozir. 30 demay shuni. 27 deylik. 13 ga bo'lganda qoldi kerak-a? Deylik, boshqa misol tuzayman. Men nima ish qila olaman? Men asosini, shu asos turgan son bor-ku, o'shani berilgan songa bo'lganda qoldiq almashtirishim mumkin. Shunday kichirayapti. Boshqa narsa qila olmayman. Darajaga tega olmayman. Faqatgina asosini berilgan songa bo'lganda qoldiq almashtirsam bo'ladi. 27 ni 13 ga o'zi necha? Hamma rozimi birga? 1 qoldi. 1 da 43-sini kim biladi hisoblab? 1 chiqadi. Demak, qoldiq 1 ekan. Kelishdimi? O'sha asosini berilgan songa bo'lganda 1 qoldiq qolsa men ishlab bilar ekanman. Aks holda yo'q. Aks holda yo'q. Ishlolmaydi. Ishda qoldiq qoldi. Nima desam bo'lar ekan? Eshityapti. minus 1 qilib qo'yaman 647. Buni minus 1 647 minus 1 mi? Xullas mana 13 ni 647-sini 14 ga bo'lsam minus 1 qoldiq qolibdi. Demak, bitta yetmagan ekan. Ortiq qoldiq yaqinda o'tkazaman. Javob aytishda ortiq qolgan ishlatasizlar. Nechta? 13 ekan minus. Endi o'zimiz misolga qaytaylik. Xullas 3017 ni mana shu berilgan songa bo'lganda qoldiq almashtiramiz. Moddaga yozishadi uni. Modda emas bu. Qoldiq taqqoslamada. 3017 ni 9 ga bo'lsa necha qoldiq qolishini bilasizmi? Chunki qanday ishlaymiz? Raqamdan yig'imdan foydalanamiz. 3 ga 1 ni qo'shamiz. 7 ni qo'shsak 11. Bu degan 2 ni 2025-yilga.
Endi 2 ega yashashni hisoblamayman, katta son chiqadi. Uni yana maydanashim kerak. Men shunaqa son yasashim kerakki, asosida 9 ga bo'lganda yo 1 qolib qolsa, yo -1 qolib qolsa. Shunda men hisoblayman. Maqsad tushundingizmi? Maqsad tushundingizda? Asosini shunaqa yasasizlar. U 9 ga bo'lganda, o'sha berilgan songa bo'lganda yo 1 qolib qolsin, yoki -1 qolib qolsin. Xo'sh, shuna qilamizmi? 2 darajasidan qidiraman. Chunki 2 darajasi-ku. 2 ni birinchisini 9 ga bo'lsa necha qoldi? 2 qoldi. Yaramaydi. 2 ni kvadrati necha? 4. 9 ga bo'lsa necha qoldi? -5. U ham yaramaydi hisob kitobga. 2 ni kubi necha? 8. 8 9 ga bo'lsa -1. Как раз o'sha kerak menga. O'shandan foydalanaman. Bunda 2 ni kubini yasayman. 2 ni kubini yasash uchun 2025 ni 3 ga bo'laman. Necha? 675 mi? 675. Bo'ldi. Men buni necha degani? 8 ni 675-chisi mana. Endi asosini men 9 ga bo'lganda qoldiq almashtiraman yana. Necha u? -1 ni 675-chisi. Bu degani -1 degani. -1 ni toq darajasi -1 chiqadi. Uni plus qoldiq almashtirsak-chi? 8 qoldiq bo'ladi deydi. 2 teng nima ekan? X kvadrat minus 2x minus 3. Xo'sh, F4 topishimiz. Nima qilardik? Nima qilardik? 3x minus 1 ni taqsim 2 ni shunga tenglarmidik? Mana. Bundan 3x teng, 3x minus 1 teng 8. 3x teng 9. X teng 3 olib qo'yaman bu yoqqa. 3 kvadrat minus 2 kira 3 minus 3. 0 mi? Bo'ldi. Tamam, ajoyib. Shuni qanday qo'yganlar bor? 7. fx. fx. 5x minus 3 ekan. X qachon? 2 dan katta bo'lganda. X kvadrat minus 7x minus 5 ekan. Qachon? X kichik 2 dan bo'lganda. F minus 5 F4. Ishlab yurgan misollarga o'xshasin deb berdim. Problem emas. Minus 5 topish nima qilaman? Ikkinchisidan foydalanaman. Nima uchun? Chunki minus 5 2 dan kichik. Minus 5 ni kvadrati minus 7 kira minus 5 plus 5, to'g'rimi? Mana 25, mana plus 35 bo'ladi. Plus 5. Bu degani 65 mi? Ana, endi F4 topaman. F4 ni qaysidan foydalanaman? Xudo xohlasa tepasidan. Chunki 4 deganimiz mana 2 dan katta. 5 kira 4 minus 3. Bu degani 17. 17 ga 65 qo'shishim kerak. 82. Tamam. Ko'rgandingizmi? Okey, 8. 8 ni kitobda ham son. Asosan shundan foydalansak javob chiqib turibdi-da. A to'rni kvadrati plus 4 ni topish kerak ekan. Qasammi? Nima qilamiz? Qaysini qo'shaman? Mana. Nimani beradi bu? 2 ta A to'rni beradimi? A to'rt plus A to'rt desam bo'ladi, chunki nomerlar yonimizda teng bo'ladi-ku. 12. Buni A to'rt necha? 6. 6 ni bu yoqqa keltirib qo'ysam. 6 ni kvadrat plus 4. 40 mi? Mayli, buni sharamlagan. Bu har doim musbatmi? Boshqatdan aytaman. Bu ildizdan har doim musbat chiqadimi? Eshitib turinglar. Bu har doim musbat. Endi savol, qachon buni qiymati minus hisobdan katta bo'ladi? Mana, qara, men gaplarni eshit. Bu har doim musbat ifoda chap tarafda. Bu qachon minus hisobdan katta bo'ladi? Said Ahmadni ufqramani kim yozgan? Said Ahmad yozganmi? Mana qara. Bilasan, chap taraf. Chap taraf har doim musbat. Bu qachon minus hisobdan katta? Har doim. Shu gapni aytinglar menga tamom. Har doim. Ufqraman, Said Ahmad ufqramani kim yozgan desam, Tohir Malikmikan, ha? Menimcha yozuvchi deyapsizlar-da. Yo'q, har doim musbat. Faqat degan joy bor. O'sha xlarimiz mana buni aniqlanish sohasiga to'g'ri kelsa bo'ladi. Tushunarli-a? Ildiz ichini xafa qilmasa bo'ladi. Nima degan? Ichkarini ko'chiramiz. 12 minus x minus x kvadratni katta yoki teng qilamiz. Mana shuni ishlasak bo'ladi. Mana shu nolligini musbatligini ta'minlasak, u doim minus hisobdan keladi. Uni kor ko'tarish shart. Kelishdikmi? Ana endi buni o'zgartiramiz hayotini. Minusni ko'paytiramiz. Minusni ko'paytirib olyapman. Ikki tarafni. X kvadrat plus x minus 12 bo'ladi. Kichik yoki teng bo'ladi. Bilasizmi? Ha? Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Ibo ikkalamiz shunaqa qilamiz. To'g'ri, sen shunaqa qilasan? Yo'q, mana deysiz. X minus 3 kichik yoki teng 4. Mana. Sanoqqa qo'yiladi. Men baqiryapsan menga. Ona baqirmayapsan. Mana. Minus 4 dan 3 gacha ekan, ikkalasi ham kiradi. Kelishdikmi? O'rgandikmi? Sizlar qopqonga tushdingizlar-da. Qarmoq tashlagandim, bunga tushdinglar. Mana deb. Men missiyani bajardim. Ikkingiz avval salkamdan ishlatdik. To'g'rimi? 10. O'xti, bu ham qattiq misol ekan. x4 minus x kvadrat taqsim x4 minus x kvadrat. Xo'p, mana. Bunda ham o'sha podvokmi, nimadir ishlatgan? Podvok bor. Chalg'itish bor, bitta. Qanaqa? Ketdi, qaranglar. 4 bilan mana ketmoqchimi? Endi ketaversinmi? Nima qoladi keyin? X kvadrat qoladi. Buni bilan ketaversinmi? Nima qoladi? Modul x qoladi.
modulni x kvadrat. Nima uchun? Chunki uni ishorasini bilmayman. Kvadrat chiqqanda men ishorasini bilaman, kvadratchi musbatda o'zi, lekin buni ishorasini bilmaganim uchun modulni qildiraman. Kelishdikmi? O'shanga e'tibor berasizlar. Pastda x4 minus x kvadrat turibdi. Davom ettiramiz. Agarda ximiz manfiy bo'lsa, mana moduldan nima chiqadi? Yormozda musbat. Qarama-qarshisi minus x chiqadi mana. Taqsim, tushunarlimi qarama-qarshini? Agar x manfiy bo'lsa, uni qarama-qarshi chiqdi. Minus 4 bo'ladi-da. Javob 4 chiqadi. Rosa qiynalmanglar, lekin bu testdan sizlarni. Xullas minus x chiqadi. Shuni bilib qo'yinglar. Mana manfiy-ku. Shuning uchun minus x chiqdi. Taqsim. Mana ikkalasini x kvadrat olib chiqaman. Nima qoldi? X kvadrat minus x 1 qoldi. Ketdik. X kvadrat plus x bo'ldi. Endi qaranglar, mana ajratib olsam bo'ladi ko'paytirishga. Shundan foydalaning. X kvadrat minus x kvadrat plus x kvadrat. Rozimisizlar? Logikasi ketadi. Shunda nima qoldi? 1 taqsim x kvadrat minus x qoldi javob. Ha, o'sha joy problem. Mana shu joy problem. Shuni hazm qilishingiz kerak. Amalda nimadir qilib. Suv bilan qo'shish kerak.